Voydod, bu go'zallik nima deyapti? Valida Gulchehra Sultan deyapti. Erichkamni qaynonashkalariga Gruziyani Bajomisidan sovg'a uchun xarid qilgan. Gullar shahri Namanganimga bu Jonsinikiga yo'l oldik. Har safar qizlik uyimga borsam, volidam bizni qudalari kutib olgandek, mehmon qilib kutib oladilar. Salomga yarasha alik deganlaridek, biz ham xuddi qudam kelib borgandek boramizda. Digoshlarim Namangandagi Aysha shirinlik markazini og'izlaridan bol tomib maqtashadi. Ayamni eng sevimli narsalari bu shirinlik. Taomlanganlardan keyin обязательно issiq choy bilan desert yeydilar. Shirinliklar xilma-xildan set yasattirdim-da, qarasam benta tortiklarni ham har xil bor ekan. To'y deb bo'lsin, volidam xursand bo'lib duo qilsin deb benta tortik ham oldim. Tog' bilan uchrashmaydi, odam bilan uchrashadi, biroz aytishadi. Bolaligimdagi eski tanishim Mashhuraxon shu zavideniyani rahbari bo'lib chiqdi deng. O'rtaq o'tiring, bir peladan choy ichaylik, eski damlarni eslashaylik deb qoldilar. San Sebastian shirinligi bilan meni mehmon qildilar. Bu shirinlikni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz-da. Suhbatimiz davomida Aysha shirinlik markazining Instagram sahifasi bilan tanishib chiqdim. Wow, gullarim, buni qaranglar. Bu go'zalliklar nima deyapti? Bu shirinliklar ko'zni qamashtiryapti. Instagramlarida shunaqa savobli ishni yo'lga qo'yishibdi. Biz ayol qizlarga mutlaqo tekinga retseptlarni o'rgatib ketishyapti. Gullarim, Aysha Desert Instagram sahifasiga obuna bo'ling-da, Mashhuraxonni haqqilariga duo qilib qo'ying. Aytgancha namanganliklarim dong'i ketgan to'yxonalarda to'ylaringlarni o'tkazasizlar-yu, shirinliklari aynan Aysha Desertdanligidan xabaringiz bormidi? Biram baltushkamani kelgan joyimda soatlab qolib ketaman. Gullarim, sizlardan like va shirin kommentariyalar kutib qolaman.